Assalomu alaykum. Men mana shu Smart Rich'ni nimalaridan jinday gapirib o'tayin dedim. Men o'zim grija bo'lib orar edim. Men mana shu kompaniyani choy kofelaridan shifo topganim uchun sizlarga jinday ilinay dedim. Shu narsalar meni odatiy nimamga уже kirib qoldi. O'tgan yil ro'zada boshlaganman, grijam bor edi. Grijam bor edi, o'tirib turishlar qiyin edi menga. Masalan, biron joyga boradigan bo'lsam ham, stolda o'tirmasam nima edi? Yerda o'tirishga nimam yo'q edi. Yonimda o'tirsa ham dedim, oyog'imni cho'zib o'tirardim-da, shu odam meni turgizib olardi, yonimdagi odam meni turgizib oladigan bo'lib qolgan. Mana o'z kira yetdi. Yoshim kira yetdi-da. O'tgan yil ro'zadan boshladimda, menga shunaqa nimasi bormi dedim. Shunaqa grija ekanman dedimda, bor dedi. Tangatalning choyi bilan dedi, kofesidan ichsang dedi, shu senga yaxshi anaqa beradi dedi. Bo'pti dedim, shuni menga olib ber dedim. Olayin shuni dedim, shu narsani oldim, ichdim. 3-chi kuni qattiq og'rib qoldi oyog'im, vobshe cho'zilmay nima qo'ydi, yozilmay qo'ydi. Yozilmay qo'ydi. Shuta dedim, bu meni og'irlashtirib yubordi naborotiga dedim. Deb zvonok qildim-da. Keyin yo'q dedi, to'xtatma dedi. Bu vaqtincha dedi, seni уже ana shu og'riydigan yering dedi, qo'zishni boshlabdi dedi. O'ta qattiq og'riyapti dedim-da. Keyin yo'q, to'xtatma dedi, ich dedi. To'xtatmadim, ichdim. 5-kuni men o'zim svobodno hojatga ham borib keladigan bo'ldim. Bemalol o'tirib turadigan bo'ldim. O'zim nimamdan o'zim xursand bo'lib ketdim, yig'lab bordim-da. Nimaga o'tirib turish, o'z nimang bilan o'tirib tura olmasang, yoningda bittasi suyanchiq bo'ladigan bo'lsa, o'zing aniq bo'lib ketar ekanda. Men shu narsadan xursand bo'ldim. Alhamdulillah, Allohga shukr, avvalo Xudo sababchilar mana shu narsalar bo'lib qoladi ekan. Ichki dush deb atalyapti buni narsalari. Men o'qib chiqdim bir chekkadan. Ko'k choy, qizil choy, qora choy hammasidan bor, hammasidan ichdim. Mana yana shu narsani yana oldimda uyga nima bo'ladigan bo'ldi. Uyda turgani yaxshi bo'ldi. Kim kelsa ham shu choydan beraman, boshqa bo'laman. Bilmayman, senikidan kelgandan keyin shuni boshlarim og'rimay anaqa bo'lib qoldi. Kerak bo'lsa bir ichganda ta'sir qilayotgan odamlar bo'lyapti deb qo'ydim keyin. Men shunaqa dedim, shunaqa choyni ichaman dedim, kofesini ichaman dedim. Endi bilmayman dedim, shunday yengil bo'lib qoldim degan nimalarni eshitaman-da. Alhamdulillah, sog'ligimda muammo yo'q desam ham bo'laveradi. Meni muammom shu edi. Boshim qattiqroq og'rir edi. Shularni nimalari menga ta'sir qiladi-da. O'tda tosh bor deb allohol ichib yurardim pastda. Endi mana o'tgan yili nimadan beri, ro'zadan beri men allohol ham ichmayman, dorilar ham ichmayman. Faqat shular bilan choyi, kofesi shular bilan ichadigan bo'lganman. Tavsiya qilib qolaman. Olinglar, ichinglar, davo topinglar, shifo topinglar. Allohim hammamizni qo'llasin. Hammamizni dardimizga Allohim o'zi shifo bersin.